Assalomu alaykum sirdaryoliklar. Bugungi obzorimiz xitoylik tadbirkorlar tomonidan ochilgan Chao Yiko do'koni. Kirishim bilan mijozlarning ko'pligini ko'rib hayron qoldim. Do'kon haqiqatan Sirdaryoda yagona bo'libdi. Sababi hamma yoshdagi insonlarga siz istagan turdagi kiyimlar topiladi. Ayollar, erkaklar, bolalar uchun kurtka, shim, oyoq kiyim, sviter, hattoki ko'rpa-to'shaklar ham bor ekan. Aytgancha do'konda mana shunaqa yumshoq o'yinchoqlar ham bor ekan. Xullas, bu yerga kelsangiz quruq qo'l bilan qaytib chiqmaysiz. O'zi narxlar arzonmi yoki qimmat? Shu haqida tashrif buyurgan mijozlardan jonli intervyu olamiz. Assalomu alaykum opcha. Do'kondagi narx-navolar haqida nima deya olasiz? Normal, yaxshi. Yaxshimi? Qolganlarga ham tavsiya berasizmi? Yaxshi narx-navolar. Arzon, yaxshi. Narx-navolar yaxshi. Yaxshi. Qolganlarga tavsiya berasizmi? Ha, kesin hamma yaxshi. Narx-navolar yaxshi. Ha, tavsiya beraman kelishdi. Yaxshi narxlari. Tavsiya beramiz yaxshi. Do'kondagi narx-navolar qanaqa ekan? Yaxshi. Tavsiya berasizmi qolganlarga? Ha, albatta. Do'kon o'sha hamma bilgan Saxovat gipermarketining eng pastki qismida.